Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va like bosishni unutmang. Like bosgan sonni Allohim doimo qo'llasin. Bank.uz 11-iyun kungi valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12712 so'm %0.5 so'mni tashkil qiladi va u 65 so'm %47 so'mga arzonlashgan. 1 rubl esa 161 so'm %10 so'mni tashkil qiladi va u 0.44 so'mga arzonlashgan. 1 yevro 65.86 so'mga arzonlashib 14524.79 so'mni tashkil qilmoqda. 1 Buyuk Britaniya funt sterlingi 79.92 so'mga arzonlashib 17252.79 so'm tashkil qilmoqda. Qozoq tangasi esa 25.3 so'm tashkil qilmoqda. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.